Ijtimoiy tarmoqlarda Muborak tumanidagi Xitoy jome masjiddagi imom xatibni 3-4 nafar fuqarolar urganligi aks etgan video tarqaldi. Ma'lumot o'rnida shuni aytish joizki, janjalda imom xatib deb ko'rsatilgan shaxs aslida masjidga namoz o'qish uchun kelgan fuqaro ekanligi aniqlandi. Xo'sh, aslida holat qanday bo'lgan? O'rganishlar jarayonida joriy yilning 3-aprel kuni soat taxminan 13:40 larda masjidga namoz o'qish uchun kelgan fuqarolar Jonimqulov, Saimov va Egamberdiyevlar o'rtasida o'zaro janjal kelib chiqqanligi ma'lum bo'ldi. Natijada fuqaro Jonimqulov yengil tan shikasti olgan. Hozirda mazkur holat yuzasidan Muborak tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan Saimov va Egamberdiyevga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Shu o'rinda ijtimoiy tarmoq faollaridan sodir etilgan holatni to'liq o'rganmasdan turib, noto'g'ri ma'lumot tarqatmasliklarini so'rab qolamiz.